Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi televiziyesi kündilik xəvərlər proqramımızga xoş geldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 11 ayının 2 günü seyşembe. Hammalarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. Angliyadagi dаңlıq advokatlar tərəfindən təşkillanğan Mərkəzi Londondakı yer şarı qanun hərəkəti to'g'ri bugun axborot e'lon qilib, o'zlarining Dunya Uyghur Qurultiyi bilan birlashib Angliya hukumatining majburiy emgakdan kelgan paxta mahsulotlarining Angliyaga kirishini cheklamaganligi sababli Angliya hukumati ustidan Angliya Gallar oliy sotiga rasmiy arz sunganligini e'lon qildi. Chunki Angliyaning mavjud qonunida majburiy emgakdan kelgan paxta mahsulotlarining tomonidan kirishi qattiq cheklangan bo'lib, garchi 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon Dunya Uyghur Qurultiyi bilan yer şarı qonun hərəkəti to'g'ri Sharqi Turkistonda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan paxtadan yasalgan mahsulotlarning Angliyaga kirishini cheklash haqida Angliya hukumatiga va Angliya tamojnasiga ko'p qitim talabda bo'lgan va Sharqi Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik paxta mahsulotlarining Angliyaga kirish ahvoli va buningga sherik bo'layotgan shirkatlar haqida 50 necha betlik maxsus doklad hozirlab Angliya hukumatiga sungan bo'lsa-mu, ammo Angliya hukumati ularning bu talabiga parvosiz qarab kelgan. Shundaqli Sharqi Turkiston paxtasiga chetishlik mahsulotlarni Angliyaning mavjud qonuniga xilof holda Angliya bozorlariga ilib kirayotgan shirkatlarga ko'z yumib kelgan edi. Angliya hukumati va Angliya tamojnasi Dunya Uyghur Qurultiyining advokatlari tarafidan jinoyatga sherik bo'lish, Angliyaning bu vaqtdagi munosabatli qonunlarga xiloflik qilish bilan ayblanib Angliya Gallar oliy sotiga arz qilindi. Kuzatuvchilar Dunya Uyghur Qurultiyi bilan yer şarı qonun hərəkəti to'g'rining yuqorqi arznamasining Uyghur majburiy emgakidan naf ilayotgan davlat va shirkatlar uchun jiddiy bir ogohlantirish ekanligini, bu jasurona harakatning siyosiy ta'siri va ahamiyatining favqulodda yuqori bo'ladiganligini ifoda qilishmoqda. Bundan keyin Angliya hukumatining Angliya Gallar oliy sotida o'zini qandoq oqlaydiganligi Angliya va g'arb matbuotlarining qiziq nuqtasiga aylanmoqda. Tibet sürgünde hükümeti ve onun Cenvedeki işxanası tarafından 1 noyabr ötküzülgen ve 2 gün davam kılgan 4. növetlik Cenve Munbiri namlı xalqaralıq muhakeme yığınında Uygurlar meselesinin noktalıq müzakere temalarının biri oldu. 2018 yıldan bu yan yılda bir qitim Cenvedeki xalqara konferans merkezinde ötküzüp kelinayotgan ve her qitimlik yığında bir tema asasi müzakere temasi bo'lib kelgan mazkur munbirning yığınıga Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay vakillarimi izchil qatnashib kelgan bo'lib, bu navbatlik yığında bu yana qurultay raisi Dolqun Aysa apandi bilan qurultayning Cenveda turishliq alaydi vakili Kerem Sharif apandilar yığın qatnashuvchilari qatoridan o'rin oldi. Bu navbatlik munbar yığınının asasliq temasi Xitoyning o'zining mustamlikasi ostidagi Tibet, Sharqi Turkiston va Janubiy Mo'g'uliston xalqlariga yurgizayotgan iqtisodiy jihatdagi so'mirish va talon-taroj siyosati, madaniyat qirg'inchiligi va ijtimoiy jihatda yo'lga qo'yayotgan besim siyosati qatorliqlarni o'z ichiga olgan bo'lib, Tibet surgunda hukumatining yangidan saylab chiqilgan raisi Panpas Siring apandimning ichilish nutqi bilan boshlangan yig'inga bir qism Yevropa davlatlarining parlament a'zolari, sobiq hukumat xodimlari, g'arb allarining Janvadagi ba'zi diplomatlari, xalqarалық kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari va tadqiqotchilardan bo'lib 100 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inning tunji kuni so'z qilgan Dolqun Aysa apandi oldi bilan yig'in qatnashuvchilariga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda hozirmi ham jiddiy davom qildirayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, yuqori besimliq nazorat va ta'qib qilish siyosati haqida ma'lumot berib o'tish bilan birga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligi, Xitoyning vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarga yurgizayotgan iqtisodiy jihatdagi talon-taroj qilmishlari haqida nuqtaliq to'xtaldi. Dolqun Aysa apandi so'zida mustabid Xitoy hokimiyatining bir tarafdan Sharqi Turkistonning tabiiy boyliqlarini talon-taroj qilish, Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarni iqtisodiy jihatdan vayron qilish, ularning iqtisod va mol-mulklarini qonunsiz holda musodara qilib olish siyosatini yo'lga qo'ysa, yana bir tarafdan chet elda yashayotgan Uyg'urlarning vatandagi bank hisoplarini to'ngiltib, yer mulklarini musodara qilib olish orqali muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarga iqtisod va ruhiy jihatdan intayin og'ir ziyon yetkazayotganligini alohida eskartib o'tdi. Dolqun Aysa apandi so'zining oxirida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining va xalqaro jamoatchilikning Uyg'urlar duch bo'layotgan irqiy qirg'inchilik masalasida faqat quruq va'da berib qo'yish bilan cheklanib qolmay, mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil jinoiy qilmishlarini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi yanada amaliy va unumli jazo tadbirlarini yo'lga qo'yishining to'liq zarur va jiddiyligini ta'kidlab o'tdi. Janva Munbiri nomli xalqarалық muhokama yig'inining 2018-yili o'tkazilgan tunji navbatlik yig'inida Xitoyning Tibet va Uyg'urlarga qaratgan majburiy dinsizlashtirish siyosati asosi tema qilingan. 2019-yildagi 2 navbatlik yig'inida Xitoyning Tibet va Sharqi Turkistonni saqchi davlatiga aylantirishi va bu rayonlarda yo'lga qo'yayotgan yuqori besimliq digital nazorat qilish sistemasi muzokara temasi qilingan bo'lib, Dolqun Aysa apandi bu yig'inlarga taklif bilan qatnashib Xitoy hokimiyatining bu jihatlarda Sharqi Turkistonda yurgizayotgan konkret siyosatlari va Uyg'ur xalqining xalqaro jamoatdan kutadigan talablari haqida ma'lumotlar bergan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken 31 oktyabr Xitoy rahbari Xi Jinpingning Rimda o'tkazilgan 20 davlat guruhining boshliqlar yig'iniga avatgan alohida vakili.
Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan andisini bildirgan. Amerika tashqi ishlar bayonotchisi Ned Price'ning e'lon qilgan bayonotida aytilishicha Blinken Xitoyning Amerikaning manfaati va qimmat o'lchamiga qarshi harakatlarga qarshi turadiganligi, jumladan uning kishilik huquq, Xinjiang, Tibet, Hong Kong, Sharqiy Janubiy dengiz va Tayvanga munosabatli harakatlarga qarshi turadiganligini aytgan. 20 davlat guruhining Rimda o'tkazilgan bu qitimqi yig'iniga Xi Jinping qatnashmagan. U Wang Yini o'zining alayda vakili qilib avatgan. Bu Blinken bilan Wang Yining bu yil 3-oyda Alyaskada o'tkazilgan keskin suhbatidan buyon 2-chi qitim uchrashishidir. Bu qitimqi suhbatmi ikki davlatning savdo, Tayvan, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Hong Kong masalasi va koronavirusini o'z ichiga olgan nurg'un sohalardagi ixtilofi intayin o'tkazilib ketgan bir vaqtda o'tkazilgan edi. Ned Price'ning bayonotidan qaraganda Blinken yana ikki tarafning o'rtaq manfaatiga chetishlik bo'lgan Shimoliy Koreya, Berma, Eron va havo klimat krizisini so'zlashgan. Shundaqla Amerika Xitoy orasidagi raqobatni mas'uliyatchanlik bilan idora qilishda aloqa yo'llarini ochiq tutishning muhimligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha suhbatda Tayvan masalasi ikki taraf o'rtasidagi eng keskin talash-tortishlarning biri bo'lgan. Buning oldida Blinken Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishlarida texmo cho'ng rol o'ynashini talab qilgan edi. Amerika basketbol jamiyati NBA'ning turk basketbol cho'lpini Anas Kanter 31-oktyabr Twitterda uchur yo'llab, Dunyani 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Anas Kanter yakshanba kuni yo'llagan uchurida irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy hukumati va uning orqasidagi xudiki zo'ravon Xi Jinpingning kelgusi qishliq olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak degan. Anas Kanter bu uchurni bir kun avval Uyg'urlarning Washingtondagi Amerika Davlat Majlisi binosining oldida o'tkazilgan Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasini tezroq ma'qullashga chaqirish namoyishiga qatnashib orqadan e'lon qilgan. Anas Kanter Twitterda yana Avstraliyalik atoqli Xitoy karton loyihalaguvchi Badiusov loyihalagan 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyaga yo'q degan xat yozilgan tantarbiya oyoqlarini ham bahrlagan. U bu oyoqlarning birini 30-oktyabr Washingtondagi Verizon markazida Washington sergarlari bilan uning Boston Celticslar komandasi o'ynagan basketbol musobaqasida kiygan edi. Uning oyoqlariga kishilik huquq bo'lmasa musobaqa yo'q. Musobaqa yo'tkalsin degan so'zlar bilan birga yana Sharqiy Turkiston va Tibet bayrog'i. Shundaqla Hong Kongdagi namoyishning simvoli bo'lgan qora rang ustidagi Hong Kong bayrog'idagi oq bohemiya gulning chechigi tushirilgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy Anas Kanterning ismini o'zining tor sahifalaridan o'chirib tashlagan. Biroq Amerikadagi davlat manfaati torida e'lon qilingan bir maqolada aytilishicha, bu NBA uchun bir sinoq bo'lib, NBA bilan Boston Celticslar komandasi Anas Kanterni qo'llab bayonot e'lon qilishi kerak ekan. Avstraliyaning Melbourne shahrida chiqadigan Quyosh xabarchisi gazeti Xitoyning Uyg'urlarning ishki a'zolarini qorong'u bozorda setayotganligini xabar qilgan. Hindiston vaqti gazeti Melbourndagi Quyosh xabarchisi gazetining yaqinda Uyg'urlar uchrayotgan xo'rlashlarga doir bir doklad e'lon qilib, qo'rqinchli tafsilotlarni oshkorlaganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, bu dokladda Uyg'urlarga oid bir sog'lom jigarning qanday qilib qorong'u bozorda 160 ming dollarga sotilganligi, Xitoyning bu savdodan yiliga oz deganda 1 milliard dollar kirim qiladiganligi tafsili yozilgan ekan. Bu Xitoyning tunji qitim lageridagi Uyg'urlarning ishki a'zolarini setib, ichki a'zo atkazchilikka qilish bilan ayblanishi emas. Bu yil 6-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq mutaxassislari Xitoyning Uyg'ur ishki a'zolarini setayotganligiga oid ishonchli dokladlarning qattiq andishiga tushganligini e'lon qilgan. Mutaxassislar etnik, til va diniy osonlik tutqunlarga qarata majburiy qon tekshirish ilib berilganligi, ultra ovoz uskunasi va rentgenga tushirilganligi, tekshirish natijasining ishki a'zo ko'chirish sonliq ma'lumot ombiriga yuklanganligini bildirgan. Hindiston vaqti gazetining aytishicha, Quyosh xabarchisining dokladida Xitoyning ishki a'zo ko'chirish doktorxonalarining lagerlaridan ancha yiroq joyda emasligi, doktorxonalardagi operatsiya qitim soni va bemorlarning ishki a'zo saqlash vaqtining qisqaligi uzun vaqtdan buyon keng ko'lamlik ishki a'zo atkazchiligi yuz berayotganligini ko'rsatib beradiganligini ta'kidlagan ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, Yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi téléviziyesi kündilik xewerler pirugrammisini diqqatingizga sunduq. Keyin qitimliq pirugrammimiz ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.